Aha, kelavering. Voy, to'rttagina stolga shunday katta mashinani olib keldingmi? Labo chaqirib, ketamanmi ustoda? Ha, xorma, tuzumsan? Ke, salomat bo'l. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ukangga aytsang bo'lmaydimi? Million tuda qilib yuribdi. Turishingni qara. Uni ham o'zini ro'zg'ori bor, o'rtoq. Oshirsa bizga ham olib kelib qiladi, xudo xolasa. Kim bor? Akavur, o'zingni uying-ku. Shanba kuni yig'in qilyapmiz. Dushanba kuni keliningiz bilan hajga ketyapmiz. Shunga o'tarsiz. Voy, ukam zo'r bo'pti-yu, Alloh xayrli qilsin. Bir minut to'xtab tur, senga beradigan narsam bor. Onasi bo'loqol tez-tezani uyda turgan pulni olib chiqing, ko'rmanaga beravering ukamga. Adasi, o'zi 200 mingini pulingiz bo'lsa, ishingiz o'xshamayotgan bo'lsa, hozir shuni berib yuborsiz, ro'zg'orga nima qilamiz? Ukaza faxrlanib gapirishlarini qarang, hajga ketyapman. Bundan ko'ra sizga yordam qilsalar bo'lmaydimi? Sen jinnimisan? Bunaqa gapirma, eshitib qolsa xafa bo'ladi. Bahor olib chiq, Allohning o'zi yetkazadi. Ko'rdingmi? Sana deb ketib qopti ukam, xafa bo'lib. Eshitganda gapingni. Ha, das tinchlikmi? Onasi hajini bekor qilamiz. Borishimizni hamma bildi-ku, men hamma ketib qo'yganman. Sen u yoqqa savob uchun ketyapsanmi yo gap so'z uchunmi? Savob uchun nega bunaqa so'rayapsiz? Hozir akamni yig'inga chaqirgani bor edim. Borsam holati juda og'ir ekan. Shunga o'ylanib qoldim. Men o'tda hajga qilib yursam, akam bu ahvolda tursa, hajimiz haji bo'larmikan? Mashina haqida nima deysiz-aka? Mashinang zo'r ekan, ukam. Buyursin, yaxshi kunlaringda haydagan. Aka, mana shu mashina sizga yoqqan bo'lsa, shu mashina sizga. Yo'q, ukam, sen o'zing nima qilasan, o'zing haydaver mashinangni. Men o'zimga FAV mashinasini olman. 6 kubali, xohlasangiz metan qo'yasiz, xohlasangiz gaz qo'yasiz. Unisi umuman farqi yo'q. Rahmat, ukam. Sendagi ukalar ko'paysin, ilohim. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha, qalaysan? Sen ishing tagida o'tirgan oq mashina sanikimi? Ukam olib berdi. Ukam haqida qanaqa gapiryotding? Ko'rdingmi, qanaqa saxiy boylardan ukam? Bo'pti, gaplashamiz. Bitta sanda eganda uka. Mana shu videoni akasini yaxshi ko'rgan ukalarga tarqatib qo'yamiz va storyga qo'yib bitta like bostirib, padashga qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. O'rtoqlar, China Motors hozir shunaqa chegirmalar bo'lyapti, bunaqa chegirmalarni hali hech qaysi salon qilib bermagan. Hammalarni China Motors salonimizda kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.